Bolalar bir minut ishda o'tib turamiz. Bilaman, hamma oila o'ynasanlar. Bitta qiynalgan oilaga ehson qilamiz. Rahmatulloh bu safar jibotiga siz ham bering aka. Ba. Ehson doğru biz orasan ekanda. Qudranmasdan rozi bo'lib bering. Sen oylik olishimizni kutib turasiz aka. Mang. Sen rozi bo'lib berishing ehson bu. Mana uka meni hisob. Bo'ladi indamasdan bersam. Ko'p ta'mishini qila olsin. Muhammad Ali, Bo'ladi aka. shoshmang aka. Yo'q, aka sizni ololmayman. Siz sharoitingizni bilaman aka. Mendan ham qiynalgan oilalar bor. Yashaganda uyim, yegan ovqatim bor. Shuni oling aka, iltimos. Aka qoyil qoldim. Kambag'al bo'lsangiz ham mard odam ekansiz. Shunaqa bolalarimiz bor. Cho'ntaga to'la pul bo'lsa ham ruhini ochar. Ruhimcha hurmatsizlik yo'ymaysiz. Hali kendingiz sifatingizni eshitib bordim. Ha, aka Umarovning sudi dastavka ham bor. Bo'ldi, telefon qila olasiz. Ayasi sabr qilish. Go'sht yemasak ham qora qozonimiz qaynab turibdi. Noshukr bo'lishmagan. Yotgan uyimiz bormi? Uy yo'qlar nechta? Qorni ochlar nechta? Ular sabr qilishyapti-yu. Biz ham sabr qilaylik, onasi. Aslida bu ehson aka sizga atalganida aka. Iltimos faqat olib qo'yasiz. Yo'q, uka, kerak emas. Yo shu bo'ldi, olib qo'ying aka. Qaniydi aka sizga o'sha hammamiz shukur yashaganimizda. Hayotimiz balki boshqacha bo'larmidi? Aka rahmat. Bugun men sizdan juda katta saboq oldim.